Bu bolaning ismi Martinus. U Indoneziyada tug'ilgan. Kichik Martinus Cristiano Ronaldo va Portugaliya terma jamoasining ashaddiy muxlisi. 2004-yilda Indoneziyada dahshatli tabiiy ofat tsunami kuzatildi. Tabiiy ofatda Martinus onasi, akasi va opasidan ayrildi va uning o'zi 21 kun og'ir sharoitda plyajda Portugaliya terma jamoasi libosida yashashga majbur bo'ldi. Ronaldo bu xabarni eshitgach, Martinus bilan ko'rishishga qaror qildi. Ronaldo Martinusga Portugaliyaga kelish uchun barcha sharoitni qilib berdi va indoneziyalik bolakay Lissabonda futbol dahosi bilan uchrashdi. Ronaldoning yordami bilan Martinus Sporting klubi akademiyasiga o'qishga qabul qilindi. Portugaliyada Martinusning hayoti butkul o'zgardi. U uylandi va hozirda farovon hayot kechirmoqda. Martinus Ronaldodan butun umriga minnatdor. Endi aytingchi, ana shunday xayrli ishlardan keyin ham qanday qilib Ronaldoga nisbatan negativ fikr topish mumkin? Ronaldoning muxlislari izohlarda maksimum faol bo'ling va kommentariyada rahmat Ronaldo deb yozib qoldiring.